Gözleri bir yarım yıldan beri uykulamayayım ben açık yer. Çatırlamıyor, yığılat not deb çıkılır. Onam haligi yig'laganini ko'rib sig'mayman hech qayerga to'g'risida sig'may qolmas ekan kimga atrashasiz endi Mecbur beni çakırtırdım oğlumya mecbur. Ben bu dert ben 2 yıldan beri güreş yapıyorum. O gireceğim falan. Eğer benim yerler çıkamam. Assalomu alaykum, biz ko'rayotgan yaxshi insonlar. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan ham. Mana shu videoni Alloh uchun boshqalarga ham tarqatib qo'yinglar. İmkoni bor aka-ukalarimiz bo'lsa, kelinglar. Mana shu onamizni yaxshi bo'lib ketishlikka, oyoqqa turishlikka hammamiz o'zimiz hissamiz qo'shaylik. Hozir mana operatsiya qilish kerak ekan, $5000 ketar ekan. Mana o'zini farzandlarini, onani dardlarini, suhbatlarini eshitdinglar. Hurmatli jamoatlar, hech kimimizni onamiz og'rimasin. Har bir inson uchun ona bir g'animatdir. Ona bu bir jannat. Mana bu akamizdan Alloh rozi bo'lsin. Kechasi kunduzi onasi yig'lasa yonlarida o'tirib, birgalikda yig'lab, birgalikda dardlarni olayotgan shunday o'g'il bor ekan. Mana akamiz bitta o'g'il, 6 farzandi bor. Hozir tayinli ishi yo'q. Albatta bir ustodan bo'lsa, u yoqsa ish bo'ladi, bo'lmasa ish yo'q. Hurmatli jamoatlar, kelinglar mana shu akamizga, shu onamizni oyoqqa turib ketishlikka hammamiz o'zimiz hissamiz qo'shaylik. Kelinglar hammamiz bir sadaqa joriya qilib, o'zimiz ehsonlarimizni qilib qo'yaylik. Ular mana Bozorqo'rg'on shahrida Manisa ko'chaga kirganda 2-3 uyda yashaydi. Hurmatli jamoatlar, kimdan kim kelmoqchi bo'lsa, telefon nomerlarini aytib o'tamiz. Telefon nomeringiz-chi? 771 771 00 00 22 21 22 21. Shunda M-bankingiz ham bor. M-bank bor. Shunda M-banklari ham bor, hurmatli jamoatlar. Men sizlardan yana so'rayman, kelinglar mana shu bitta muhtojchilik bilan murojaat qilayotgan oilalarga befarq bo'lmasa, hech bo'lmasa videomizni tarqatib, haqlariga duo qilib qo'yinglar. Mana onamizni operatsiya qilishlik uchun kelinglar, mana shu videoga befarq bo'lmang. Hammamiz bir ko'ngil bo'lib Alloh uchun tarqatib qo'yaylik. Alloh bugun bizga imkoniyat berdi. Alloh imkoniyat berdi. Kelinglar mana shu ko'rayotgan videoni, mana shu ko'rayotgan inson borki, mana shu videoni tarqatib, imkoni borlar bo'lsa bir yordam berib qo'yishlarini so'rab ketamiz. Hech kimimizni onamiz og'rimasin. Kelinglar bir haqlariga bir duo qilib qo'yaylik. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allohumma solli va sallim ala nabiyina Muhammad. Ya Rabbi, barcha bemorlarga Alloh o'zing shifo bersin. Hech kim og'rimasin. Hech qaysi xonadonda bolalar onam, otam deb yig'lamasin. Hech qaysi xonadonda ota-ona bolam deb yig'lamasin. Og'riyotganlarga Alloh o'zing shifo bergin. Bu dunyo Allohim sinov dunyo. Bu dunyo yolg'on dunyo. Ya Alloh, bizlarni gunohlarimizni kechirgin. Allohim gunohlarimizni deb qabrda bizlarni azoblamagin. Allohim o'zing bizlardan rozi bo'lgin. Hamisha inshaalloh rozi bo'ladigan amallarda biz sabr qadam qilgin. Qancha musulmonlar senga muhtoj ya Robbim. Har bir duoga muhtoj bo'lgan aka-uka opa